Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 2025-yil 14-may. Xudo xohlasa Finlandiyaga keldim. Ishlash maqsadida. Ishdan tashqari bu yerda endi xudo xohlasa agro sohasini ham ko'ramiz. O'zbekiston sharoitiga to'g'ri keladigan mevali ko'chatlari, poliz ekinlari ko'ramiz. Agar bizning O'zbekiston sharoitiga to'g'ri keladigan meva turi bo'lsa yo poliz ekinlar bo'lsa, ularni O'zbekistonga olib borish niyatim bor. Xudo xolasa ishdan bo'sh vaqtlarimda agro sohasini o'rganib ko'raman bu yerda. Xudo xohlasa kuzatib boraverasizlar. Mana Finlandiyaning tabiati bu joylar salqin ekan. O'zbekiston ancha issiq edi. Bu yerda bahor bir 2 oycha kech keladi O'zbekistonga qaraganda. Xo'p, agar sizga Finlandiyaning qaysi tarafi qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Men shu tarafni yoritib borishga harakat qilaman. Kimgadir tabiati, kimgadir ishi, kimgadir shaharlari qiziq bo'lishi mumkin. Kommentariyaga yozib qoldirsangiz, shu tarafini yoritib borishga harakat qilaman. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling.